Azizlar, butun boshli vodiyda kaftingizda turishni xohlaysizmi? Qaranglar, qanaqangi chiroyli manzara. Quyosh botish manzarasi juda ham ajoyib ko'rinadi, bir boshqacha bo'lib ko'rinadi. Qodirobod yo'lidamiz, Qodiroboddamiz. Bu yog'i shu Chustga qarab ketadigan yo'l, bu tomonga shu To'raqo'rg'onga qarab ketadigan yo'l. Qodirobodda zapravkasini ko'pchilik biladi. Ana shu yerdan yo'laydan to'g'ri kirib kelganingizda bu yerda ajoyib dam olish maskanimiz bor. Ichkariga kirib ko'rsataman. Kanalga o'tsanglar to'liq videosi bor. Juda ham bir chiroyli, juda ham bir so'lim joylar ekan. Ko'ringlar, go'zallikda. Ana multfilm bor edi. Tutsi bunaqa tepalikka chiqishi bir umr orzu qilganidan deydi-ku, ko'rganmisizlar? Ko'rganmisizlar mana shu multfilmni?